Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube kanalini kuzatib boruvchilar, maxsus texnika ishqibozlari. Bugun bizda tashrif buyurgan mijozlarimiz Samarqand viloyati Urgut tumanidan kelishgan akalar. Frontal pogrushik betonomeshalkasi bilan komplekt olyapti. O'zlaridan hozir ikki og'iz so'raymiz. Nima sababdan misol Carmixni tanlamayapti? Oxirgi paytlar hech kim Carmix tanlamay, hamma buni tanlayapti. Pogrushik bilan o'zi beton qorigichini tushuntirib o'tdik, xarakteristikalarini, necha kuba qoradi bittasi mendan dedi. Keyin 5 minutda qancha qorishdi, hammasini tushuntirib o'tdik. Keyin balandlik 4,5 metrga ko'tarib hammasini tushuntirib o'tdik. O'zlaridan hozir ikki og'iz so'raymiz. Bizni muntazam kuzatib borar ekan. Sizlar ham kuzatib boringlar, like, podpiska bosinglar. Чтобы yana ham ko'proq odamlar kuzatishi uchun. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum Aziz aka. Aziz aka, biz ancha vaqtdan beri sizni az ekskavator shuni to'xtab turasiz. Aziz aka, bizlar ancha vaqtdan beri sizni kanalingizni kuzatib boramiz. Men shaxsan o'zim 1 yil davomida kuzatib kelaman. O'sha bizlar qiziqib o'sha Carmix o'shalarga beton qorigichlarga qiziqardik, lekin Carmixda nima afzallik tomoni bor? Qarang aka. Biz qishloq joyda turamiz. Carmixda vazifasi bitta narsani qiladi, lekin bu pogrushchigimiz ham yerda tekislash, ham o'sha beton qorishlarni amalga oshiradi. Bu bizga qishloq joyga turganligimiz uchun juda ham bizga ma'qul keldi. Biz dadam bilan keldik, siz bilan shartnoma qildik. Biz hamma joyda Toshkentda aylanib ko'rdik, lekin mana sizdan narxlari birinchi o'rinda ko'ngildagidek bo'ldimi? Narxlari ko'nglingiz qoniqtirdi narxlari. Amakidan ham ikki og'iz fikrini so'raymiz. Amaki, nima deysiz mana shu texnikalarimiz haqida? Bizni kuzatib borar ekansiz, YouTube kanalimiz haqida nima samarqandlik muxlislarga nima fikr bildirasiz, nima tavsiya berasiz? Endi buni olishimiz sababi bu endi u qilaydigan Carmix qilaydigan ishni e'tibor ziyodi bilan qilyapti. Bizga ham balandligi ham ma'qul kelyapti. Beton qora berishi ham bizga juda qulay bo'lyapti. Seysmopoiz, monolit qo'yish, shu ishlarga deysizda. Ishlarga bizga juda qulay. Tuproq olib to'kishga ham, tekislashga ham bizga eng ma'qul tushgani shu bo'ldi. Shuning uchun bizlar buni tanladik. Vazifalar ko'pligi uchun, bizga o'sha narx-navosiga ma'qul kelganligi uchun bizlar o'sha pogrushikni tanladik ekan. Uchiga mana meshalkasini yechib tashab, yana bir 10 xil nasatga taqiladi, bilasizmi? Uni nima silos o'radi o'zi, Jaguar'ning oldidagi nasatkasi taqiladi. Jatka qo'ysangiz ham bo'ladi. Maral degan jatkani oldi qismi taqiladi. Uni hozir kommentariyada sirazi odamlar so'raydi, necha pul deb sirazi aytib ketamiz. U nasatkalar $20,000 donasi, pogrushikdan tashqari. Juda effektivnosti zo'r. Nimaga qimmat deyishlaringiz mumkin? Jaguar bilan o'sha Maralni narxiga solishtirib ko'rsalaringiz 5-10 barobar arzon, lekin o'sha uchun uchiga juda ko'p nasatkalar taqiladi. GCB'ni qo'shini ham qo'yib beramiz. Shu akalar, nima deydi, hammani ishlariga rivoj. Bizni kuzatib borishda davom etsin. Hamma like, podpiska bosinglar. Hammani kirib kelayotgan Qurbon hayitlari bilan tabriklaymiz.